O'rtoqlar, bugun Grimidagi bozorim nimalar oldim ko'rib chiqamiz. Bunaqa formatda. O'rtoqlar, Svies eslab qolinglar, bu sariyog 1 yevroga kelgan sariyog, ya'ni 14 ming so'm. 14 ming so'm bo'lgani uchun men bundan bir nechta oldim. Ya'ni aynan shu sariyog 1 yevroga tushdi. Latviyani cho'tki sariyog'i 14 ming so'm, ya'ni 3 ta sariyog oldim. Keyingisi bu ham skidka dedi, deyarli 1,5 yevro atrofida. Champinyoni ovqat uchun va nonushtaga zo'r bo'ladi. 2 ta champinyon oldim skidkada bo'lgani uchun. Keyingi xaridim tomat, bunaqa pomidor. Bu ham 99 sent, 1 yevro atrofi 14 ming so'm. Keyingisi fasol, bu ham 14 ming so'm deylik. Xo'p, keyingi xaridim. Buni eslab qoling, bu smetana. Smetana kerak bo'lsa, Latviyada skabes kreyums deyiladi va 25% ni men 1,5 yevro atrofida oldim. Keyingi xaridim tuxum. 10 ta tuxum menga tushdi 28 ming so'mga, ya'ni 2 yevroga oldim. O'rtoqlar, bu magazinning nomi. O'rtoqlar, olganim sizlar qimmat deysizlar. Oldin men uchun qimmat edi. Lekin hozir arzon narsalarni topib skidkada olsa bo'ladi va file oldim, 4 ta file. Ya'ni mana shu turishi 5,5 yevro. 800 gram file 5,5 yevroga oldim va yana qizil piyozlar oldim. Qizil piyoz. Barcha xaridim mana mana shu stolga turgan hozir ko'rsatgan xaridim. Demak 18 yevro. Mana mana shu narx bo'ldi. 18 yevroga Rimidan xarid qildim. May 10-may xaridim. Format yoqqan bo'lsa, o'rtoqlar, format yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.